Assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz Asad Avto kanalida yangilik qilmoqchimiz. Ya'ni bu nima? Zapchast narxlari, diskalar, ko'pchiligiga qiziq bo'ladigan chexollar, polik kolonkalar narxlarini qo'yib o'tamiz. Nasib keyingi shu kelayotgan kun yakshanbada bozorga chiqamiz, xalqbop mashinalardan qo'yib borishga harakat qilamiz. Asad Avto doimgidek siz bilan like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Endi birinchi bo'lib manzilimizni tushuntirib o'tsak, Ona haykal tomondan kelishda Geolog stadionga yetmasdan chap qo'lda katta qilib logotiflar bilan Vossen do'konimiz. Bemalol kelaverasizlar, variantlar, Viberlar juda katta do'kon ekan. Iloji boricha akadan ma'lumotlar olishni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sonlar yaxshimi? Bu obunachilarimiz ko'proq so'rayapti, zapchast narxlaridan ham qo'ying, mashinadan tashqari deganga, shunga do'koningizda bitta obzor qilsak. Nimadan boshlaymiz aka? Nimalar bor do'konlarda yangiliklar? Aha. 400 ming so'mdan boshlanadi. Chexollar narxi 1,5 milliongacha bor. 400 ming so'mdan. Chexollar, urushki har xil variantlari bor. Tepalarda ham chexollarimiz bor. Tepalarda ham mana har xil variantda chexollar. Fara, stop, Magicar Pool, video registrator, baytafollar, assoziatorlar, aksessuarlar, subwoofer. Bu tarafga rollarimiz bor. Mert roll, Marvel deganlar har xil variant rollarimiz bor. Mana bu tarafga diskalarimiz bor. Diskalar hozir 20 ga topdi. Mana bu Gentle radio diskamiz, original. Buni hozir skidka narxga qo'yib beramiz buni 2,3 million so'm. 2,3 million obuna bo'lganlar, obunachilar uchun. Aha. Keyin xohlasa tracker redline variantlar bor. Tracker redline, Malibu. Originaldan tortib, Xitoy variant, Toshkent variant hammasidan bor. Mana bu tarafga subwooferlarimiz bor. Subwooferlarimiz skidka 750, 700 ming so'm, mana bular 800 ming so'm, 1 million so'm. Muzikani sevadigan akalarimiz uchun subwooferlarning injiqlari bor ekan. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Bu yerda ximikatlarimiz bor. Ximikatlar. Mashina tarpetkalari xira bo'lib qolsa, ham dog' bo'lsa, kuzublari, har xil polirovkalar bor. O'zi qo'lda qiladigan polirovkalar, ruchnoy polirovkalar ham bor. Bular narxlari qancha? Bular ruchnoy polirovka, bular o'zining gubkasi bo'ladi. Bularni gubkasi bilan o'sha dog' bo'lgan joylarni ishqalab turib, dog'ini ham oladi, ham blesib beradi, yaltiratadi. Bunaqa keyin o'sha polirovkaning sochiqlarimiz bor, har xil. Sochiqlari. Bomoq sochiq. Narxlarni aytib ketsangiz. Bunimiz sochiqlarimiz 20 ming so'm. Sochiqlarimiz 20 ming. 60 ming so'm polirovka. 60 ming so'm. Keyin nano shampullar bor, har xil variantlardan bor. Keyin balon penalar bor, abrisovkalar bor. Abrisovka. Lexus abrisovka. Lexus abrisovkalar 450 ming so'm. 450 ming so'm. Eris abrisovkalar 400 ming so'm. Bu trekkerdagi. Bu 12'dagi. Bu 12'dagi. Bu nechi pul? Trekkerdagi. 12'dagi 500 ming so'm. 500 ming so'm. Keyin bu yerda Cobaltlarniki bor. Cobaltlarimizga ham Eris abrisovkalar. Gentle bu tarafga bu har xil variantlari beriladi. Kesalar, kelishtirib Любой joydan arzon qilib, sifatli narxda qilib beramiz. Evakor poliklarimiz bor. Evakor poliklarimiz. Yaxshi variantlari bor. Hozir rasa odamlar sevib olayotgan mana Li9 salon rangidagi apelsin rangda ekan. Bular nechi pul? Bular narxlari 250 ming. 250 ming. Mana yangi kelgan polikimiz bor. Mana bunaqa hamma mashinaga bor bu. Bu Evakordan ham, Li9dan ham zerikkan odamlar uchun yangi kelgan polikimiz bor. Ko'rinishlari zo'r ekan. Buni holatlari ham taglari ham suv to'planib qolsa ham shart olib turib tozalaydigan narsa ekan. Hamma mashinaga bor. Bular narxi? Bular narxlari 750 ming. Faqat inomarkadan tashqari, Gentle. Inomarkadan tashqari. Keyin balonlarimiz bor. Balonlarimizni bir qator ko'rsatib qo'ysak. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Vossen do'kon, Ona haykaldan kelish taraf. Yo'ldan yetmas chap tarafga Vossen magazini. O'zim bir qator tushuntirib o'tdim. Balonlarimiz bor, har xil balonlar bor. Protektorli, tortli balonlarimiz bor. Razmerlari 13 dan tortib 20 li 19 li balongacha bor. 13 dan 20 li 19 gacha bor. Bular narxi qancha? Bular narxlari kesalar, kelishtirib, qo'yib tushuntirib beramiz hammasini. Kelishib olaveradi yani. Ichkarida hozir tuning qilingan chiroqlarimiz bor ekan. Chexollar bor, toshli variant chexollar bor, ren chexollar bor. Keyin mana bu tarafga temirli variantlar bor. Bu o'sha. Mana bu tarafga keyin karbonli variantlar, temir variant, hamma chexoldan bor. Bularning narxini aytib o'tib keting. Bular narxi 30 mingdan boshlanadi, 80 ming, 100 minggacha bor. 80 ming, 100 minggacha. Bularnikichi.
Bular ham xuddi shunaqa. 30 mingdan boshlanadi, 80 ming. tanlab olaveradi. Tanlab olaveradi ular. Endi keyin aka bir qator stop faralarni ham narxini aytib Stop ketsak. faralar aka. Stoplarimiz bor. Avvalo. Nexus stop, Lexus variant. Lexus Cobalt Captive fason. Cobalt oldi billet fara qo'yilgan, ledli variant. Cobalt bu banan stop deb 220 qo'yishadimi? stop. 222. Bu ham 220 stop, bu Gentra Optra, Gentra American. Original. Cobaltga pisok zarli deysizmi? Hamma variantdan bor. Tumanka nima mashina kiryapsa, bakovoy oynalar Bu hamma 12si 12 tumankasi. Ha, 12 Narxlarni bir tumankasi. qator aytib keting. Nexus Narxlar Lexus Nexus 2 mana bu 105 dollar. 105 dollar. Cobalt pisok 100 dollar. 100 dollar. Originali bu, ikki xil varianti bor. Aha. Arzoni bu 900-850 ming. Hozirlik Cobalt Radno stop to'laganlar uchun Radnoy. bu Midnight stopidan ham bor. Aha. MC Midnight bir xil chiqadi. Agar buni qizil varianti, unaqa variant ham bor. Tumanka, Nexus 2 fara, Cobalt fara 3600 ming so'm. Mana bular 750 ming so'm Cobalt bunaqa. 150 ming so'm. Hamma variantlardan bor. Ha. Antradarlar 77 hammasidan bor. Asli tili bor. Shu tilim yomon, meni jo'ratmayladingmi? Shakalar sizlar bilan mana qisqacha obzorni qilib o'tdik. Akamlar ma'lumotni berdi. Bemalol kelaverasizlar. Obunachilarimizga yaxshi narxda qilib kelishtirib beramiz. Kelishamiz deyapti. Bundan tashqari endi ko'proq vaqt cho'zilib ketmasin deb turib kerakli narsalarni hozir aytib o'tdik. Undan tashqari juda ham ko'p kerakli bo'lgan mashina uchun narsalar bor. Ko'rishinglar mumkin bu yerda o'sha oq ledlardan tortib pad nomer, jenskiy rol chexollari ham bor ekan mana. Ko'proq ayol kishilar xohlab shu narsalarni qidiradi. Ko'p joyda topolmaganlarni ko'rganman bunaqa jenskiylarni. Bu yoqlarimizda mana stoplar, Pioneer, subwooferlar, mana monitorlar ham bor ekan aka. Monitorlarimiz ham tayyor ramkalisi ham bor ekan Gentra'ga. Ramkalar hammasi bor. Kenwood kolonkalar, Pioneerlar. Bu yerda mana pachka holatda, bu endi reklamenniy narsasi, bunaqa akulachalar yaxshi ko'radigan akalarimiz ham bor. Chexollar, mana diskalarni, lekin xil varianti bor ekan. Aka, necha razmerdan necha razmergacha bor? 13 razmerdan 19 razmergacha. 13 dan 19 razmergacha. Balonlari bilan qilib beraverasizlar. Balonlari bilan qilib berilaveradi. Rollarda ham ko'p odam yaxshi ko'radigan Malibu Premier rollar, Mers Malware rollar bor ekan. Bu yerda haligi Nexus Spark'larga ketadigan deflektorlar. Bemalol kelishib gaplashib olaverasizlar. Aka, sizga rahmat. Kanalimizda yangilik bo'lib tursa, gaplashib turamiz. Rahmat sizga. Kelinglar.